Assalomu alaykum. Vestel klinikasi bugungi mavzuyimiz heart rate, ya'ni yurak urishi. Yurak urishiga ta'sir qiluvchi faktorlar haqida bo'ladi. Xo'p, birinchi faktorimiz T3 T4 gormonlarimiz, ya'ni qalqonsimon bez gormonlari. Qalqonsimon bez gormonlari oshgan vaqtda yurak urishini tezlashtiradi, taxikardiya chaqiradi. Xo'p, ikkinchi faktorimiz simpatik nerv sistemasi. Epinefrin, norepinefrinlar ham o'z navbatida musbat ta'sir qiladi. Keyingisi parasimpatik nerv sistemasi asetilxolin mediatori yordamida manfiy ta'sirga ega. Body temperature, ya'ni tana harorati ko'tarilishi yurak urishlar sonini oshirib berishiga sabab bo'ladi. Keyin qondagi kalsiy miqdori. Kalsiy miqdori ko'tarilgan vaqtda ham musbat ta'sirga ega. Bemorga kalsiy glukonat venaga yuborgan vaqtimizda bilamiz, amaliyotda yurak urishini oshirib bergani amaliyotdan isbot. Xo'p, keyingisi yana bittasi kalsiy miqdorining ko'p bo'lishligi ba'zida manfiy ta'sir ham keltirib chiqaradi. Shuni ham esdan chiqarmasligimiz muhim. Qondagi kaliy miqdorining ko'p bo'lishi yurak urishlar sonini sekinlashtirib beradi. Xo'p, dorilar. Digitalis, dopamin, dobutamin, atropin. Bu dorilarimiz yurak urishlar sonini orttirib berish xususiyati bor. Simpatik nerv sistemasi haqida gaplashdik. Epinefrin, norepinefrin. Ionlar. Kalsiy miqdorining ko'p bo'lishi musbat gaplashdik. Kalsiyning kam bo'lishligi manfiy ta'sirga ega. Kaliy natriyning ko'p bo'lishligi manfiy ta'sirga ega. Aksincha, vodorod ionlarining ko'p bo'lishligi musbat ta'sirga ega. Gormonlarimiz T3T4 glukagon. Bu gormonlarimiz yurak urishini oshirib beradi ko'p bo'lishligi. Periferik retseptorlar orqali sezuvchi periferik retseptorlar kislorod miqdori kam bo'lgan vaqtda, karbonat angli ko'p bo'lgan vaqtda va pH muhiti past bo'lgan vaqtda periferik retseptorlar sezuvchanligi ortadi va musbat ta'sir keltirib chiqaradi. Rahmat.